marhuma Nozimani ichki organlari qayerda degan gap bo'lgan. Juda ham ko'pchilik lichkamga yozyapti. Bu ma'lumotdan xabaringiz bormi, rostmi, yolg'onmi? Qizni qabri ochildimi degan savollar paydo bo'lyapti. Cho'zib o'tirmayman, to'g'risini aytaman, bu haqida men umuman ma'lumotim yo'q. Rostmi, yolg'onmi buni bilmayman. Lekin agar shaxsiy fikrim sizlarga qiziq bo'lgan bo'lsa, o'zimning fikrimni aytib o'tib ketaman. Inson o'lgandan keyin o'zi aslida ikkita maqsadda ichki organ olinadi. Bittasi peresadka qilish maqsadida, ya'ni kimgadir ko'chirib o'tkazish yoki sotish maqsadida bo'lsa, ikkinchisi sud ekspertiza qilish uchun ichki organlarni oladi. Xo'p, birinchi versiyani ko'rib chiqadigan bo'lsak, agar haqiqatdan ichki organlarini kimgadir peresadka qilib yoki sotgan bo'lsa, masalan, buni imkoni yo'q deb o'ylayman. Sababi bu narsa bo'lishi uchun marhumni o'lishidan oldin ruxsat bergan bo'lish kerak yoki uni oila a'zolari ruxsat bergan bo'lish kerak. Katta ehtimol bilan 100% oila a'zolari bu narsaga ruxsat bermaydi. Agar bular yo'lini topib turib shu ishni qildi degan taqdirimizda ham bu noqonuniy ish hisoblanadi. Ertaga tag ochiladigan bo'lsa, o'zlariga bitta jostki problema tug'dirib olgani qoladi. Shuning uchun birinchi versiyani esdan chiqaramiz. Ikkinchi versiyani ko'radigan bo'lsak, marhuma shubhali o'lim topgan bo'lsa yoki o'zini joniga qasd qilgan bo'lsa, sud ekspertiza qilish maqsadida tanasini yoradi va ichki organlarini vaqtinchalik olib turadi. Ikkinchi versiya haqiqatga yaqin, logikaga ham to'g'ri keladigan narsa. Endi bu yerda agar bu ma'lumot rost bo'ladigan bo'lsa, ya'ni qizni tanasida ichki organlari topilmagan bo'lsa, o'sha bizda birinchi savol paydo bo'lyapti. Marhumani O'zbekistonga qanday qilib jo'natishgan degan. Sababi qonunchilik bu narsaga ruxsat bermaydi. Ekspertiza qilish maqsadida ichki organlar olingan bo'lsa, qaytib tanasiga joylashtirguncha O'zbekistonga yuborgani ham, hattoki yerga qo'ygani ham ruxsat berilmaydi. Tabiiyki orqasidan sirasi ikkinchi savol paydo bo'ladi. Bunaqa bo'ladigan bo'lsa, ichki organlari qayerda degan savol paydo bo'ladi. Agar kimdir chiqib turib bu bo'lmagan gap, odamlarni o'ylab topgan gapi, hech kimni organini tegmagan, qanday bo'lsa shu holatda jo'natilgan degan gap bo'ladigan bo'lsa, uchinchi savol paydo bo'ladi. Bir qanaqadir dalil sifatida bir dokumentmi, nimadir bormi? Ya'ni ekspertiza vaqtinchalik ichki organlarini olgan, qaytib joylashtirib O'zbekistonga yuborgan degan bir qanaqadir ma'lumotmi, dokumentmi, nimadir bormi? Xo'p, endi bu yerda meni shaxsiy fikrim, bu masalaning yechimi, bu masala bo'yicha ma'lumoti bor inson o'rtaga chiqib turib, как есть gapirib beradigan bo'lsa, bu mavzu yopiladi. Ya'ni mana dalil isbot, hech kimni organini tegmagan yoki bo'lmasam agar bu ma'lumot rost bo'ladigan bo'lsa, ichki organlar laboratoriyada turibdi, tam ekspertiza qilish maqsadida olib qolishga yoki boshqa qilgan degan javobini aytib chiqadigan bo'lsa, скорее всего bu mavzu yopiladi. Agar bu savolga e'tiborsizlik qilib, oldi qochdi gaplar bilan bu savolga javob bermasdan aylantirishadigan bo'lsa, скорее всего xalq orasida yana gap so'z tarqaladi. Ya'ni bular ichki organlarini oldi sotisi bilan shug'ullanar ekan, marhumaning ichki organlarini sotib olgan ekan degan gap so'z ko'payib ketadi. Shuning uchun bitta yechim shu, ma'lumoti bor inson o'rtaga chiqsin, javobini aytsin, и все. Chunki nimaga bu gapni aytayotganim sababi, shu kungacha biror mavzu jiddiylashib, kattalashib ketgan bo'lsa, bunga faqatgina o'zlari sababchi bo'lgan. Misol uchun deylik, men blogerga borib turib, sizni ism familiyangiz kim deb savol bersam, u kelib turib, sening nima ishing bor, men ism familiyamni senga aytmayman desa, men bu yerda uje, demak, qanaqadir aybi borki, ism familiyasini ayta olmayapti deb turib, vahima qilib turib, jiddiylashtirib, kattalashtirib yuboraman-da. Agar u kelib turib, mening ism familiyam Avazbek Palonchiyev, nimaga qiziq bo'ldi senga deydigan bo'lsa, uje bo'ldi. Men savolimga javob oldim. Endi xohlasam ham, xohlamasam ham bu narsani kattalashtirib yubora olmayman-da. Shuning uchun meni taklifim, kimdir ma'lumoti bo'lsa o'rtaga chiqib javob berib qo'ysa, bunaqa gap so'z bo'lmasa kerak deb o'ylayman.